Assalomu alaykum. Bu video обращением meriyaga, jana mamlakatimizga, cho'ngdorga mana senani et senasini shu mamlakat chiqarib bergan. U eti 680 so'm bo'lsin, qo'y eti 690 so'm. Ushul senada sotib kelyapti. Biz hisob kitob qilib ko'rdik. Mamlakat seni baho qo'yib bergan kundan boshlab biz вообще minusga kirib ketibmiz, foyda ko'ryapmiz. Misol ushul videoni elderdagi ko'ribdi. Qarapayim el ko'rib turib chidasang ishda bo'lsam, bu yoqda aqcha tavishda o'zi o'ng'ay bo'lib aytadi deb söylesh mumkin. To'g'ri, aqcha tavish o'ng'ay emas. Bizga dela tirikchilik, bola chaqa bag'aylik deb chiqyapmiz. Biroq etni tushirg'ayman, mol qo'yni dela tushirish kerak bo'lyapti-da bu yoqda. Mol qo'y tushmasa et qayerdan tushiramiz biz? Mol qo'ylarda qimmat sotayotgan bo'lsa, jem qimmat bo'lsa, bozorga chiqib o'zinglar ko'rsanglar bilasizlar, mollar ayovay qimmat. O'shondela bir qarab ko'ngil burib qo'ymasa, вообще bo'lmay qoldi. Sizlardan so'ranamiz cho'nglar. Hozir bunda misol biz buqan etini sotayotamiz. Buqan etlari o'zi 680 dan so'yilyapti. Satilishi 680 so'm. Bu yerda arendasi bor, et kelgandan keyin qurg'ayt, anan so'yiqtori ashad, pechetga to'la, o'g'a to'la, bug'a to'la, jo'l kerak, jeb ichish, bozorlarga chiqib dela o'sha 2 yasharlik xunajin mancha so'm bo'lsin, 3 yasharlik mancha so'mdan oshirmaqlar deb o'shanda senasini qo'yib bersangiz yaxshi bo'ladi. Sizlardan biz so'ranamiz. O'shaga bir ko'ngil bo'lib, bir chara ko'rib olsanglar bo'lmaydi. 700 so'm sotib aytamiz, satsak, meyla kelib, jag'ish taraf yozib o'shaga biz вообще qiynalib ketdik hozir. Bizning maqsadimiz etni ko'tarib, elni qiynash emas. Prosta malni qo'ydi tushirmanglar deb biz sizlarga sunish aytib o'shandaqdan o'shaga chara ko'rib olsanglar, biz вообще qiynalib ketdik qassobdan. Butun barcha qassoblarni nimasidan men suylab jotaman. O'zim suylab, o'zim chiqarib qo'y dedi. Men o'zim suylab men qilaman.